Bu film Ziya Samadining Moyimxon romanidan ssenariylashtirilib, 1981-yili Qozoq film kino studiyasi tarafidan rus tilida Ajraho yili deb ishlangan. Filmda 19-asrning birinchi yarmida ili dehqonlar qurolli qo'zg'oloni aks ettirilgan bo'lib, dastlabda Aqtam qatorliq ilidagi botir yigitlar qo'zg'alib, Manjuriyaning kuradagi vangligini qo'lga tushirdi. Afsus, qara qo'saq, qo'lining kuchi bor, yiroqni ko'rolmaydigan, nafsining quli bo'lgan Mahmud dastlabki kurashning mevasini qo'lga keltirib olib, ayshi ishratga berilib, Aqtam va Moyimxonning nasihatlariga quloq solmay, Xitoy vangning xotinining nozik kereshlarining to'rg'i dasab, o'zi va inqilobning avangardlari bo'lgan g'ulji yoshlarni eg'ir talofatga duchor qiladi. Filmdagi tarixiy voqelik nihoyatda obrazliq aks ettirilgan. Qarindoshlarimizning ijobiy dars olishini umid qilib, huzuringizga sunduq. Uyg'ur tilim studiyasi. Tez bo'lish. Meng'isha. Tez bo'l. Tez bo'lish. Meng'isha. Bu aviyatga tez bo'linglar. Onu kaçırıp koymanglar. Hey! Okumuşka! Ot koyunlar! Hıçta! Çıkamazlar! Bunu direkt çıkamayız!
qaranglar. Buva, ularga nima bo'lgandi? Burun ölüm cezaları başqacha icra qilinardi. Endi o'ylab topgan ishiga qaramamdigan. Allah rahmet qilsin. O taxtaga nima deb yozibdi? Sen ulan tonumsa. Axtam. Ha, toniyman. Ular misqonlardagi mahkum ishchilar. Yığılma kızım. Nemiş mi oldu? Digil. Özümle besim ol. Axtam, to'xta. O askarlar seni izlayotgan tursa, nega borsa? Qo'ying. Nimishga qarab turibsizlar? Qo'rqib ketdinglarmi? Sizlarni qandoq erkakligini bo'lsin? Bu ojiz qo'rqinchoqlar. Korkma kızım. Kızım karab koyunla. Keni ula. Meni bıçakqa bağlığanlardan qisasımni olmay qo'ymayman. Yordam qilinglar. Yordam qilinglar. Rahmat. Bu hesabımni cho'qim olmay qo'ymayman. Rahmet burader. Ko'p rahmet. Ha, to'xtab turish. Bu işitla nerede? Üle çoşka! Verşki. Sen ve öpçürəndəki adamlar nemiş qılıvatsızlar, ha? General efendi, Allah sizden sözlerinizni tasdiqlaydigan tursa, bu azg'inlar gap ishchi buzg'unchilik qilishdan boshqani bilmaydi. Bizni xush qiladigan faqat Vang efendi. Bilemsə bu iş meni bək ənsirtivatıdı. Miskollarda yuz bergan voqeani demsiz? Mən o Aljer işinin zindandan qışıb ketganligini deməkçi. Onun ismi nimidi? Ahtam. O xalığançı pişni terib yürüydü. Əslində o zindanda buluş kerekti. Biz chora tadbirlarni kuchaytiryapmiz. Sen Uyghur xalqının atalmış valisi. Chora tadbirlarni kuchaytish bilan avar olib yurayotgan paytingda isyanchilar Xitoy askarlarini katman gücəklər bilan o'ltiriyotidu. Isyanchilarning hammasi tutqun qilinib, jazosini tortadi. Buningga shak keltirmayman. Chunki javobini sen bersan. Labbay.
Baxtli bo'linglar bolalarim. Meni nima ish to'yga chaqirmaysizlar? Aqtam degan batiringlar ko'rinmaydi-ku. Uni yoshirib amidinglarmi? Oqsoqol ayta, Aqtam nada? Aqtam, ko'zim ko'rmismi? Uning burkutga o'xshash osmonda uchib yurayotganligi menga ayon. Aljigan qeri. Hey, sen berke. Ata cho'lurg'isizmi? Vang efendi, sen nima degan nomussiz odam? Menimsa. Qaytayli! Voy balam! To'xta! Undaq qilma o'g'lim. Ular seni o'ltirib etishda yanmaydi o'g'lim, undaq qilma. Ma'qul. Qayg'urma balam. To'yingni texmi xo'shal o'tkazib. Lanet şeytan. Bu zulüm kaçam ötüge. Qarindoshlar. Qani aytinglar. Uylarni silib, mali yurt qilib, eriq o'stanglarni chepib suv boshlab, tuproqlarimizni jannatga aylantirgan muborak ajdodimiz, ota bo'g'larimiz emasmi? Mehnatimizning mevasini kim yeyotdi? Ishg'olga chiqibdaylar. Biz uzun zamondan beri uxlab yurimiz. Sizlarchi dasturib ularni bir taraf qildigan vaqt kelmadimi? Biz qachongacha o'yg'onmaymiz? Muallim, biz nima qilishimiz kerak? Qarindoshlar, sizlarni Aqtam kutyapti. Ben şerbetin içtim kazanda kaynayan suni. Bu fanı dünyadan kessem beni yoklar, beni yoklar. Şiim var mı? G'azon qildi zimistonu, g'amimda gul uzorimni. Kelib dilbar tomosha qil, g'azon bo'lgan bahorimni. Qizim, Lebbay dada. bugun xushal bo'ladigan bir kun. 18 ga kirding mana. Rahmat jinim dada. Shunga sana haqiqatni aytishim kerak qizim. Alloh taolo menga farzand ato qilmasmi? Seni beqib cho'ng qilishimga muyassar qildi. Opangni aytib kelishgan ayol edi. Sen 2 yoshga kirganda chiroyli ayol bo'lg'ashqa el valisining bosh qo'mondoni uni nikohiga olmoqchi bo'ldi. Dadam opangni qo'g'dash uchun kurash qilib shehid bo'ldi. Ondan askarlar
Ondan askarlar. Bichara opam. Nima degan ta'sirli? Ha? Hurmatli muallim, Asqar. Katta odam, davlatimizga qarshi chiqqan jinoyatchi Aqtamning ustozi. Hozir u nada? Ha? Nerede bo'ladi? Sizlarning zindoninglarda, Van apandi. Shundaqmi? Aqtam bu yerda yo'qkan. Mundaq degan, balki u hozir tog'da bo'lishi mumkin. Men uni cho'qim topaman. Uni ep kelish uchun qo'shin avatman. Mayimxon, sen nima degan chiroylisan? Poh. Mayimxon, sen o'ylansan bo'g'dak. Dadanga ko'p pul berma, ha? Senin o'rning bu eski uy emas. Mening sarayim. Maymunxon. To'xta! Ey Aqtam! Qimmatli xazinangni nerda saqlayotganligingni aytib bermamsan? Ha? Bu nima degina? Hammasi shundoq deyishyapman-da. Mahmud, chaqchaq ustikansan. Mening bebaho xazinam. Sizlar sabdoshlarim. Bumi shundaqmi? Ha, shundoq. Bo'ldi qil. U bir Xitoy. Mahmud, insonlar har xil bo'ladi-ku. Bu davomli Xitoyning kuylarini chaladi. Bizning kuylarimizdan birinchisi bo'lmadi. Sen uni tonimaysan. Umi bizga o'xshash zindonda yetib chiqqan. Miskollardagi isyonimizdan keyin Gundapaylar uning tilini uzib olgan. Mening putimni osmonga beshimni yaqilib bog'lab qo'ygan mushu. Uningga nima deysa, men uningga ishonmayman. Hargiz ishonmayman. Sen ishonib davom qilaver. Haqlar seni ko'p xotinliq deyishidi. Ayollaring ko'rinmaydi-ku. Demisim ular qini. Ey Salima! Fatima! Aqtam, seni birsi izlab kelibdi. Ha, ana yana birsi. Voy, bu Mayimxon ekan-ku. Mayimxon? Sen bu yerga nima deb kelding? Meni dadam avatdi. Van tog'liq yo'lda sizlarga qarshi hujum qilmoqchi. Ayt qurol yarog' yuklangan karvon mush yerdan o'tadi. O'qi. Ular Şinjan deb atılgan Şarkı Türkistan tuproqlarida burundan beri Uyg'ur, Qozoq va Tungallar yashab kelgan. Sharqi Turkiston ularning ajdodlarining vatani bo'lganidek, ta abad ularning avlodlarining vatani bo'lib qoladi. Bu ablah so'zga mohirga davomlashdi. Biz bu dunyoda tarixi yo'q, bir sargardonlar emas, boshqa xalqning beqib olgan bolasimi emas. Bizning o'zimizga xos urf-odat, tarix va shonliq ajdodlarimiz bor. Ilm va ma'rifat sohasida o'chmas iz qoldirib ketgan Mahmud Qashqari, Yusuf Xas Hojib
va Ahmad Yuknaki qatorliq olimlarimiz bor. Biz ota bobolarimizdek dushmandan intiqom olishni burch deb bilamiz. İşplasının gepiga qaramamdigan, hı? Kim o bunu yazgan? Bunu yazgan zadi kim? Texi aniqlanmadi, biroq bu yozmaning Asqar apandim tarafidan yozilganligi haqida gumonlarimiz bor. Ahtamcho, Ahtamning yanında qancha odam bor? Onun yanında biz yerleştirgen bir casus bilan birga 20 kishi bor. Undaqda o tez harakat qilsin. Labbay. Çıktın mı? Tez bul ama. İnşa! Vay çoşka! Mına sen! Gel çoşka! Tez bulun la tez! Tez! Tez bulun la tez! Yaraklanın la! Tez! 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 Tez Bulun la! Yaxşı! Mahmut, kural yüklengen at armınlarını sen başlatma! Yaxşı, sen alınlarak uvla, ha? Van apandi, sizlarga muhim bir ma'lumot keldi. Sözle. Qo'zg'olonga qaytilish uchun uning yeniga har tarafdan odam kelyotidi, Van apandi. Qo'zg'alan. Sen qo'zg'alanchilarning zindonga tashlanganligini bilamsan, ha? Bilmayman, Van apandi. Eyda, Naimxon nerede? Ahtamning yanida. O güzel kız mı tağdı kendi? Ularning soni ko'payib ketishdan burun bu ishning oldini olmasak bo'lmaydi, Van apandi. Undaqda nemishga Ahtamni karvonga hujum qilishdan tosmadan? Mening xabarim yo'q edi. G'o'lja qaytib kelsam bo'lamdi, Van apandi. Yo'q, taqi chiqib Ahtamni o'ldirishing kerak. Men qurol ishlatishni bilmaydigan tursam, O o'zingning ishi. Ahtamning kallasi faqat mangli kerak emas. Bu ish Bejingga yetib borsa, beh chataq bo'ladi. uni qandoq o'ltirman, Van apandi? Agar uning yuziga qarashni qo'rsang, orqa tarafidan hujum qilganda Mayimxonning o'likini akilaysan, sana o'zim pul beraman. Shanxo chaqchaq qilyapti-da. Hargiz unda qilma. Yo'q, men chaqchaq qilmayapman. Mening Mayimxonning burun raqibim bo'lmagandek, buningdek kimi bo'lmaydi. Muna! Tez bul!
Mola! Mola! Kupa! Hürmetli muallim. İkimiz devletinin vaziyetinden ensiravatkan hikmet ilgileri bolu süptimiz bilen azırak suhbetleşip alaylı. Qandaq deyse? İkimizning g'imi o'xshamaydi. Men vatanimning taqdiri ustida fikr qilaman. Sen generallik maqomidan ayrilib qilishdan ansiraysan. Xatolashding. Men faqat imperatorumning siyosatini amalga oshirayotgan bir askarman. Siyosat? Qaysi siyosat? Qo'shni davlat xalqlarimizning hammasini yo'q qilish siyosatimi? Ha, hamma xalq mening ajdadim 5000 yildan beri yurgizib kelayotgan siyosat davlatimizning tuproqini kengaytib boshqa ellarni imperiyamizga qo'shib olishdan iborat. Bu bizning burundan tatib amalga oshirishga tirishayotgan birdan bir g'oyamiz. İmperatorimizning atrofidagi barliq davlatlar xuddi okeanga quyilgan suv tuzliq bo'lib ketganga o'xshash Xitoyga tava bo'ladi. Bu rezil va nomussiz falsafa barliq ishg'olchilarning o'rtaq nuqtasi. Har bir xalq ulug'. Hamma inson barobar. Bu quruq gap. Xitoy xalqi dunyodagi boshqa insonlar ustidan hukmronlik qilish uchun yashaydi. Mana bu dunyoning qonuniyati. Biz bag, boshqalar qul. Sizlar bo'lsanglar. Sizlar bo'lsanglar bizga qarshi isyon ko'taryapsizlar. Bizning ko'rishimiz faqat ishg'olchilarga qarshi bir mustaqillik kurashdir. Sizlar xohlamasanglarmi, xalqimizning tarixi va kelajagi boshqacha bo'ladi. Tarixni mana biz yozamiz. İmperiyamiz uning markazi bo'ladi. Barliq xalqlar atrofimizga to'plashadi. Xalq xalq shamolda uchib yuradigan g'azon emas. Dadam yana ko'proq inson to'plashimiz kerakligini aytdi. Urushga yaxshi tayyorlik qilishimiz kerak. Mayimxon! To'xta Mayimxon! Mayimxon, uzun sochlaring bo'lmagan bo'lsa, er kishiga o'xshaysan. Men dadamdan ansirayotiman. Nimishga bundoq deysan? Dadam uyda yolg'iz qoldi. Mahaldagi vaziyat bo'lsa yaxshi emas. Ensirma Mayimxon. U mahalladagilarning muallim tursa, jamoat uni hargiz bo'zaq qilg'izmaydi. Shundoq bo'lsa men ansirayotiman. Saliga qara. Jenim. Yerikim. İçilib! Dadang shuni aytib qo'ygan. Uning deganlarini cho'qim qilamiz.
Bu yoqqa. Uni tutinglar. Hem ulan kuralları lan ilin la. Tez bulun la. Tez bulun la. Mang dedim. Mang. Hey Aqtam. Qani bu yoqqa chiqa. Sana bir qimmatli sovg'a yeb keldim. Agar haqiqiy erkak bo'lsang, o'tirg'i chiq, ha? Bo'lmasa uni askarlarga berib yetaman. Moyimxon, Aqtam, hammasini o'ltiringlar. Hammasini o'ltiringlar. Bu yoqqa kela, bu yoqqa. Bu yoqqa kela, kela. Voy, qo'lim, voy, Eşekni bozak kılma. Rahmet sana. Yaxshi. Ikkimizga ma'lumki, xuddi vabo kesildidek tarqilib, atrofda pitni terayotgan bu ozg'unni tizginlash sening qo'lingdan keladi. Xatolikqa tavba qilib, to'g'ri yo'lga qaytish har vaqt mumkin. Tarixda ma'lum shartlar tufayli dushmanning do'stga aylanganlik o'rnaklari oz emas.
Sening bir iltimosing bor o'xshamamdi. Qizing bilan Ahtamga xat yozib, behuda qon to'kishni xohlamaydiganligimizni aytgan. Bizmi miskonlardagi isyonchilarga xat avatimiz. Maşallah. Demek ular oxir uyg'unib inqilobni boshlabdi-da. Bo'ldi. Agar mening deganimni qilsang, va'da berayki, buning badiliga ko'p foyda topsa. Ma'lum bo'lganidek, hamma narsani setib og'ilib bo'ladi. Jonjon apandi, aytqina, sizlar bilan hamkorlashgan kishilarga qanday mukofot bersizlar? Va'da beramanki, sana beriladigan mukofot hun xolizatninkidan to'van bo'lmaydi. Voy, mundaqda yomon emaskan. Balli, mana bu to'g'ri qaror bo'ldi. Men seningdan faqat birli vazifa talab qilaman. Ayta, qaysi unvonni xohlaysiz? Mazarlig'ingning kuzatchisi bo'lishini xohlayman, Jonjon apandi. Yaxshi bo'ldi. Qaranglar, bular bek ko'kkanchi bor. Inta chirka. Biz ham shundan ko'paygan ketamiz. Biz ham shundan bo'ldik. Nima degan yaxshi. Mahoratli. Alloh shukr. Qaranglar, nima degan mahoratli. Ahtam, Jadon ağa bir top Qazaq birodarlarimiz bilan kepti. Uning endi nurg'un Botir o'g'lonlar bor ekan. Bu nihoyat yaxshi bo'ldi. Sepimizga qozoq birodarlarimiz qo'shilibdi. Na ularni qarshi olay. Jadon og'lar kepti. Ha, ularni Jadon ağa boshlab kepti. Rostmi? Bak nima degan güzel bak bu ha. Vay apandim, Salayna yendiki jasusimiz qo'zg'olonchilarni yaqinda Aqto'paga besib keldiganligini yetkazdi. Jonjon, Aqto'pani bo'shatishimizdan bayrat, chunki bu yerda zambirak yo'q. Maqsad Ahtamni G'uljaga kelganda to'siqimizga tushirish. Tushundim. Salay, bo'ldi. Dopchilishni to'xtat. Ha, ma'qul. Qarindoshlar, afsuski, Jadon og'a bir shum xabar berib kelibdi. Asqar ustozimiz G'uljining zindonlarida ekan. Nima? Endi tuzgan planlarimizni o'zgartirishga to'g'ri keladi. Maslahatlashib, qaysi tarafga mangdiganligimizni muayyanlashtirib olaylik. Yo Aqto'pa yoki ustozimiz tutilib qolgan G'ulja. Menimcha, avval ustozni qutqizib berishimiz kerak. Ha. To'g'ri deysa. Ustozni qutqizishdamisizlar? Lekin qachon? Qandoq? Ustozni qandoq qutqizamiz? Shuni o'ylashimiz kerak. Nemisini o'ylaysan, G'uljaga besib kirib, Xitoy askarini mag'lub qilib, valini yo'q qilsaqlar hamma ish hal bo'ladi. Ustozni qutqizish bo'ynimizning borchi. Biroq buningga kuchimiz yetamdi. Buni faqat urushda sinig'ili bo'ladi.
Çoğ sepilni besip ilish uchun qo'limizda shota, eg'ir qo'ral, zambaraklarning bo'lishi shart. Seyitcan to'g'ri deydi. Şoktanın nimi kereki? Küçümüzü işlersek la, olcunu besip alımız. Konular işte uğustu küşlük teptike. Nime? Xotirjam bo'l, u sen demoqchi emas. Mayimxon, sen qanday o'ylaysan? Hey. Ayol kişinin o'rni uy emasmi? Sit. Menmi sizlarga o'xshash bir jangchi. Shunga fikrimni aytay. Ba'zilar mening bu yerda bo'lishimni xohlamaydi. Buni bilaman. Biroq dadam zindonda bo'lsa-mu, meningcha g'uljaga berish to'g'ri emas. Ular zambaraklar bilan bizni yo'q qilib italaydi. O'zining fikrini aytib baqirgan boshqa biri bormi? Hammasi fikrini o'tirib qo'ydi. Qarar berish san qoldi. Undaqda avval Aqto'pini qo'lga olishimiz kerak. Vaqt isrof qilmay yo'lga chiqayli. Nima? Hozirmi? Qarindoshlar! Qulga! Oh, vay 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 vay. Acayip hoşak da. Hı? Xo'jayin. Ne balde? Navbatchi askarlarimiz Aqto'bga qarab ketayotgan bir to'p otliqlarni ko'ribdi. Nima? Bu Ahtam. Derhal, olcuk kadar yetkizinglar. Dervazlarını takıp. Emmi körükki ot koysun. Emmi körükki. Bir sımıkat koysun. Vangbaq qulkan. O'ylab topqinni qara. Yuqoriga menginglar. Daryodan o'timiz. Tez bo'linglar.
Xo'jayin, xo'jayin. Altınlarınızı ne saklaysız? Ensirime altınla ba. Düşman öldürmez. Aldı da taşını ip taşışımız gerek. Ha şunda kılaylı. Bana yardım kıl. Uy, bek iğirke. Ma çapanını tutup tuğun. Ha. Kını. Ha. Bu götürüş be. Bulunla, çakkan çıkınla. Sizler kim bulsizlar? Ehter'nin sebdaşları. Şundaqmı? Usta. Rahmet sizlarga. Axir qutuldum. Bu yerdan qutulib chiqib, sizlar bilan qaytib ko'rishalaydiganimdan umidimni uzgandim. Allah şükür. Ahırı çıktı. Avaylap çıkınla. Ha. Kını. Bundan beşer boğanın kömü gibi. Ne zaman boptu? Bu tutqa yolumuzdan to'g'ri ekanligini ko'rsatdi. Ular bu kunni uzundan beri kutgan edi. Assalomu alaykum. Şundaq. Men xotirjam bo'ldim. Endi G'uljini ozod qilib, dadamni qutqizalaydiganligimizga ishinaman. Men shuni bilamanki, insonlar qul bo'lib yashayanmaydi. Qandoq badal to'lashdan qat'iy nazar, hamma odamning mustaqil vatani bo'lishi kerak. Sen doğru yolunu tanıdın. Kişiler sana intiladigan bo'ldi, ha? Eyde, Ölgenlerinin arasında Van bilen Hun Halizat yok iken. ambarga qarab baq. Ular balkim shu yerda bo'lishi mumkin. Lebbey. Tez bo'l. Mahmud aka, Shanxua xinim keldi. Ne oldu?
Miltiq ovoz anglandi o. ketdi. Nima bu ne bu? Nima oldu? Nima bo'lib ketdi? Nima oldu? Kim otdi deymi? Yordam qilinglar, eshikni ochib etinglar. Mahmud aka. Mana bu Hon Xalizatning oltinlari. Ha, eshikni taqayotgan sen ekansan-da, bu ablaq. Bu ablaq meni o'ltirib oltinni o'zing olib qochmoqchimisan? Bo'ldi qil. Un Xalizat nada? Un nada deyapman. Oviyada, u qochmoqchi edi, men uni tutib oldim. Bu kekash xoin. Sen uning ishonmayman demaganmisan? Bo'ldi, tilingni chaynama. Un Xalizatni ochqinglar. Siz ochqinglar. Mashiplasni zindonga tashlanglar. Uning ishini keyin o'ylashimiz. Zindonga tashlanglar dedim. Un Xalizat efendi, hürmetli Van efendi nerede? Gap qil, Van efendi nerede dedim. u qochib ketdi. O kaçıp gidip sen kapsan da. Meni o'ltirmagan. Ikkimizning qiyni bir tursa. Bir? Bir dedin ma. Ma ablaqning sözünü aldыңlar mı? İkimizden kıyını birmiş. Mahmud, meni o'ltirma. Sana bir sirimni aytib beraman. İyte. Aranglarda Sen ne mi kıldın? U bir satqon. Mahmud nerede? Bog'chada cho'milyotdi. Mahmud! Aqtam, nima yingliqlava? Ha? Nima kelganligimni bilamsa? Soğuk düşkili gelgense Akçan. Kine, şu. Gapni uzatma. Gachini nega solab qo'yding? O bir hain bo'lg'achqa uni zindonga tashladik. U rostchil odam. Uni qo'yib o'tishing kerak. Rostchi eldamsa. Buni isbotlashing kerak. Uni qo'yib et. Uni qo'yib et dedim. Boshqalar menmi yoki boshqa birmi? Ma'qul boshliq. Hey Sodiqjon. Gachini qo'yvat. Bu Aqtamning buyrug'i, ha? Hon Xalizatni nima deb o'ltirding? Nima? U ablaqni yiningda saqlamoqchimiding? Uni xalq sotlish kerak edi. Yana bir narsani deb qo'yay. Oramizga yilon deb kelgan sen. Mandaqda. Dushmanning cho'risini o'zingga muhabbat qilib olding. Menimcha sen uningdan quruq qolganingga pushaymon qilibsan, ha? Hammamiz nafsimizning keyni kirib ozdigan bo'lsak, ham o'zimiz, ham inqilobimiz ig'ir ziyonga uchraydi. Azg'unloq. Nemish undaq deysan? Men Shanxo bilan shariat buyurgan shaklda to'y qilaman. Ayoling bilan balachu. Momam. Cho'ng opam. Payg'ambarimiz 4 xotinli xo'ptiki. Men bo'lsam birsi bilan bo'ldi qilishim kerakmi? Payg'ambarimizni o'zingga yipinchi qilib olma. Mayimxon ikkinlar bo'ladi-ki, bizga-chu. Nima deding? Mayimxonni kimga o'xshatyapsan? U degan jasur jangchi. Hey Aqtam, sen Shanxoni tonimaysan. U ayol emas, balki bir shayton. U eshak. Eshak deganni Makkaga opirib kelsanmi? U yana eshak bo'lib qiraverdi. Eshak? Makka?
İkimizden kimning eshak ekanligini ko'rimiz tıxi, ko'rimiz. Mening baturim, hayotim bo'yicha mushu paytni kutgandim. Hey, Nim bo'ldi jinim? hech nima bo'lgani yo'q, Shanqo. Hech nima bo'lmadi. Manga deb bermemsiz? Aqtam seni yoqtirmadi. O ikkimizning ayrilib ketishini talab qilyapti. Uqdingmi? Aqdam. Men uni yoqtirmayman. Men faqat sizni yaxshi ko'raman. Siz bek jasur, ziyrak ham qovul. Eshak. Nima? Hech nima. Bir narsani eslab qoldim. Siz jasur bir kishi. Aqdam degan kim? O tiniqingizchilikmi bo'lanmaydi? Xohlagan bo'lsangiz allaqachon uning o'rnida boshliq bo'la oladingiz. Askarlarmi sizni hurmat qiladigan tursa? To'g'ri deding, darhol. Shunday qilishim kerak. Sizni bek yaxshi ko'raman, Jumu. O'yinni to'xtat. Sizlar bo'lmasanglarmi, men askarlarim bilan g'ulji qarab yo'lga chiqaverma. Yigitlarni o'limga ketyapti. Sizlarga o'xshash behuda vaqt o'tkazishni xohlamayman. Aldirma Mahmud, qarindoshlarimiz kelganda maslahatlashib bir qaror chiqaramiz. Hammanglar qo'rqinchoq toshqandek o'ltirib oldinglar. Qo'rqqanimiz uchun emas, kuchimiz cheklik bo'lganligi uchun bu yerda saqlab turishga majbur bo'ldik. Mikyonlarda qilmagan. Nima? Hech nima. Mayli. Aqtam. Asqar muallimga o'lim jazosi berilibdi. Ha, ko'rdinglarmi? G'uljini o'zim askarlarim bilan ozod qilaman. Shu chaqda kimning haqiqiy jangchi, kimning mekyon ekanligini ko'rsizlar. Mahmud Sardor, 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 Mahmud Sardor. Qarindoshlar, sadoqatinglar uchun rahmat aytma. Hammanglarga ko'pdan ko'p rahmat. Mahmud Sardor, Mahmud Sardor, Mahmud Sardor, Mahmud Sardor. To'xtanglar sabdoshlar, yigitlar. Mahmud, sen odamlarimizni o'limga boshlabmag'ding. Agar birga bo'lmasak, dushmanimiz bizni mag'lub qiladi. Buni men boshliqlar Aqdam deyapman. Qo'rqmanglar. Sizlarning jasur sardoringlar bor. Bugundan boshlab men sizlarning boshlig'inglar bo'laman. Mahmud Sardor, Mahmud Sardor, Mahmud Sardor, Mahmud Sardor, Mahmud Sardor, Mahmud Sardor. Qarindoshlarim, unda qilmanglar. Qarindoshlar, Mahmud, to'xta. Bo'linganda bo'ri yeydi deydigan gap bor. Biz xalqimizni qo'g'dishimiz kerak. Shunga ey palvonlar, biz bir bo'lishimiz kerak. Mahmud, bunda qilma. Bugundan boshlab qaror chiqarish mening ishim. Sen boshqa aralashma. Ey palvonlar! Biz Xitoylar bilan ko'p qatim jang qilgan bir xalq. Lekin urush tugmay turibla mansab va maqom uchun jidallashsak, dushmanimizga yem bo'lganligimizni unutmanglar. O'ylab beqinglar qarindoshlar. Bu qizning gapiga quloq solmanglar. Xalqimizda ayol kishining chechi uzun, aqli qisqa degan gap bor.
Ey Allah bizga yordam qiling. Amin. Sabdoshlar, G'oljini cho'qim ozod qilamiz. Mahmud aka bu xato yo'ldan qaytishi lozim. Ümitni üzmeyli. Jadon ağa va boshqalar bor. Mana mushundaq vaqtlarda Asqar ustozimiz zinimizda turib bizga yo'l ko'rsatgan bo'lsa edi. Nimishqa tarixdan ibrat olmaymiz? Nimishqa hammasi mansab uchun jidal qiladi. Nimishqa bundaq mag'lubiyatga uchraymiz? Nimishqa? Ha? Bilmayman. Biroq bir narsani aniq bilamanki, oxirgacha kurash qilishimiz kerak. Oxirgacha. Aqtam! Jadon ağa palvonlar bilan kelyotdi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. So'zlang Jadon ağa. Anlagallarim rasmi. Bu qanday bo'lgani? Menmi bilmayman. Nimishqa bilmaysa, sen bizning boshlig'imiz emasmi? Men yaxshi boshliq bo'lanmidim. Xohlasanlar tilanglar, xohlasanlar sotlanglar. Biroq men Mahmudni to'sib qolanmidim. Mahmud aqlini yo'qotib qo'ygan o'xshaydi. Buningga faqat men sababkor. Faqat men. Hay, Mahmud o xotinni ko'rib aql o'shni yo'qotib qo'ydi. Endi qanday qilamiz? Mahmudga yetishib olishimiz kerak. Mahmudning oldiga berib yolvurishma? Yo'q. Bu hargiz mumkin emas. Birlashmasak bo'lmaydi. Bu davoyimizni saqlab qolishning birdan-bir chorasi. Sen qanday o'ylaysan, Aqtam? Nadir ağa. Mahmudga yetishib, uningga G'oljini birlikda ozod qildiganligimizni ayting. Atiganda. Yo'l bek jiroq yetisholmasligi mumkin. Aqtam, men G'oljiga boradigan eng yaqin yo'lni bilaman. U yerga meni bir qancha qitim avatgan eding. Esingdimi? Sen bizga bu yerda lozim bo'lasan. Salih aka, siz otni yaxshi minisiz. Siz bering. Xo'p, bo'ladi. Aziz, etimni tayyorla. To'g'ri qilding, Aqtam. Bu ishni burunroq qilishimiz kerak edi. Ta seherda yo'lga chiqamiz.
Ha. Okumuşluk söhbetdişim. Ölümünden ilgiri sana berdiğim bir soğugat hediyerim var. Bu Mahmud'un askerlerinin kulakları. Beçarı insanlar. Ulanın miskallarda işleş jaryanida seni yaxshinan bilan eslimaydiganligi aniq. Andicho. Biz Ahtamning sabdoshlarining quloqlarini kesimiz. Tez bulunla tez. Tez. Tez mi yolla? Tez bulunla. Yandık! Biz yandık! Biz g'alaba qozondik! Mahmud G'uljini ozod qildi! Mahmud G'uljini ozod qildi! Mana bu Vangning kallasi Mahmudning sizlarga hadiyasi. Mahmud o'zin hada. Jangjong degan ablaq askarlari bilan Beijingga qochdi. Mahmud bo'lsa ularni tutish uchun kayindan qo'g'lab ketdi. Asqar muallim nerede? Muallim hayot. Men uni qutqizib qoldim. Xitoylar og'ir iskanca va jazo ishlatib uni to'niqsiz qilib etibdi. Bu hayvonlar rahim qilishni bilmaydi ekan. Moyimxon, dadang seni saqlayotidi. Qarindoshlar, sabdoshlar, yo'l bo'ylari jasadga to'lib teshib, yezinlarimizni yer bilan yakson qilib etibdi. Xalqqa bo'lsa bizning yordamimiz kerak. Ahtam, Mahmud san xafa bo'lg'ini yo'q. U seni kutyotidi. Uning yaniga berishing kerak. Mana bu Vangning kallasi. Bu Vangning kallasi. Mayımxan ve Cadan ağa askerli bilen sipildi kalsın. Kağanlar men bilen meyvla. Şu! Ura! Şu! Tez bulunla. Çelangla. Canlılara çelangla. Batur kızımız Mayimxon mı geldi? Hain. İplasla. Seleydigen münafıkı nimede müşengen boğuyduk. Kızım o hemimizi aldı de. Ablaq. Mahmud? Kechikib to'q. Hammasini o'ltiribdi. Yani nimishga qarab turamiz? Ulardan intiqom olishimiz kerak. Ahtam! Salay nerede? Ha?
Endi qanday qilamiz? Urushimiz. Buyruq sening Aqtan. Biz dushman bilan oxirgacha ilishimiz. Can qilishdan boshqa çaremiz yo'q. Sepil qarab alg'a! Tayyorlanglar! Tayyorlanglar! Salamın askerleri! Çekilin lan! Çekilin lan!
Osmonning ulug' farzandi, hurmatlik imperatorımizga sizning buyruğingizga binoan ajdaho yilida qo'zg'olonni bostirdik. Isyonchilarning hammasi qatl qilindi. İli valisi Jangjung. Muhabbet şerbetiyle içtim kazanda kaynıma usulü. Bu hali dünyadın ketsem beni yıllar, beni yıllar. Tizlininglar! Hammanglar tizlininglar! Onun yüzüne hiç bitin la! Qeyrindaşlarım, düşmanga hergiz boyun eğmanglar. Bu tuproqlarning egalari ular emas, biz. Ular bizni hech qachon yengolmaydi. Ham yengolmadi. Mening qinim to'kilgan yerda yangi avlodlar yetishadi.